Kimdi uyda 3-4 ta qiz bor, mana shu qizni yaxshilab qiz bolaga o'xshab tarbiyalab beradiganlar bo'lsa, berib turamiz biror oyga. Biz uyimizda 3 ta o'g'il bola bo'lganligi uchun bu ham turishdi. Qanaqa qizim bu turish, qanaqa turish bu? Ye, nima bo'ldi ustingizni qarang. Nima o'ynadingiz, qizim? Onam qizim. Ye, bu qaranglar buni. Qanaqa holat bu endi? 3 ta 4 ta qiz bo'ladigan bo'lsa ularni shuni olib ketib qiz bolaga o'xshab chiroyli qilib o'rgatib beringlar, o'g'il bolalar bilan yuraverib turishdi qaranglar endi. Ye, ketdik endi qizim. Sizni berib yuboraykmi sizni? Ay mama, sizni berib yuboramizmi? Hey, berib yuboraymi sizni? Bo'pti. Esli qiz bo'lasizmi endi? Ha? Oy, gidi. Ketdik endi, qo'llar yuvamiz, ha?